Angrenliklar tez sotaman profilda bugun sizlar uchun shunday 3.2 dahasidan 2 xonali arzonga dom topib qo'ydik. Shunday yo'lda yuzida. Mana shu dom bo'ladi. 4-etajimiz, bu tomonda 9-sonli bog'cha, bu tomonda pochta ekan. Hoslar bilan birgalikda ichini ko'rib chiqamiz. Eshigimizdan kirib kelishimiz bilan bizni mana shunday koridor kutib oladi. Bu tomonda kladovkamiz bor ekan, bu tomonda birinchi xonamiz. Spalni xona qilsa bo'ladi. Oynalari akfadan, tagi polli. O'zlar uchun yana remont qilib olasizlar, aboylari qilib qo'yilgan ekan. Bu ikkinchi xonamiz. Mehmonxona, zal qilsa ham bo'ladi, zaldan balkonga chiqsa ham bo'lar ekan. Bunday koridordan oshxonaga o'tib ketamiz. Unitazlarimiz yaxshi holatda, ariston bor. Bu tomonda vannamiz. Vannamiz ham o'rta holatda, o'zlar uchun yana qilib olasizlar. Bu tomonda oshxonamiz. Oshxonamizda gaz bor, suv bor. Oshxona mebeli ham bor ekan. Bu tomonda esa balkonimiz. Katta 6 metrli akfoynadan qo'yib qo'yilgan 6 metrli balkon. Bizga egalari 23.500 dollar narx so'rashyapti. Yana tez sotaman profildan keldim desangiz kelishtirib beraladi. Juda ham yaxshi lokatsiyada, shunday bog'chani oldida, maktab ham yaqin joyda. Kelib savdolashib olasizlar. Pastda raqamlarni qoldirib qo'yaman. Bu videoni esa uy qidirgan, arzonroq uy qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar va shunaqa yaxshi uylarda o'tkazib olmasligi uchun bitta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.